Porsche 911 GT modelimizda bo'ladi. Bu mashinamizni ustilarga yopish uchun alohida chexollari bilan chiqadi. Eng full komplektatsiyali mashinamizdan bo'ladi. Ustilarga haqiqiy mashinaning kraskasi sepilgan, balonlar yumshoq, nomer, prava, texpasportlari bilan tayyorlab qo'yganmiz. Ikkita skuter motorli bo'ladi. Yurganda 5 shum harakatlanadi. Yurishlariga o'zingizlik baho berib qo'yinglar. Bu mashinamizni sidenalari kojinli bo'ladi. O'zining komplektatsiyasi zaryadkasi chiqadi, pult upravleniyasi chiqadi. Sho'pir tomoni sidenkasi oldi orqa bo'lib ligirovka bo'ladi. Mashina bolajonlarimizni bo'ybastiga qarab ligirovka qilib bersanglar bo'ladi. Rullarni, multimedialarni boshqarsanglar bo'ladi. Skorost kontrollari, monitorlar sensorli bo'ladi. Bolajonlarimiz maza qilib haydashligi uchun, o'zligi uchun ham alohida pedallari bor. Mashinamizning ichida dokumentlari, undan tashqari poliklari bilan chiqadi. Bu mashinamizning eshik ochilishlari, eshiklar shunday katta ochiladi 2 eshigi. Bu mashinamizda ikkita 5 yashar, ikkita 6 yashar bo'lib maza qilib o'tirib uchsa bo'ladi. Yon tomondan ko'rinishi, orqa tomondan ko'rinishi, oldalarini ham, orqalarini ham birga bir qilib ishlangan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerli aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimizda mutlaqo bepul.